Assalomu alaykum, men dugonalarim, yaxshimisizlar? Bugun yogurtini tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi 3 ta tuxum, 150 gramm shakar, tovoqqa solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Orqasidan 150 gramm qatiq solib, razrxilita solib, oqarguncha ko'pirtiramiz. Ustidan 60 gramm yog' solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin ketidan 5 qoshiq kakao razrxilita solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin ustidan yetarlicha un solamiz. Unimiz quyilguncha keragicha sovolasizlar. Yaxshilab aralashtirib olasizlar. Ko'rsatib qo'yganman qanaqa quyuqlikda bo'lishini. Juda ham yumshoq bo'lib chiqdi meniki. Listga solib, duxovkaga qo'yib qo'yamiz. Menda yeyilmayotgan murabbo bor edi. Uni soldim. Keyin moloko quyultirilgan. Keyin ozgina sariyog' solib aralashtirib oldim. Keyin pishib chiqqandan keyin ikkiga bo'lib, ustidan krem solib terib oldim. Juda ham mazali, juda ham shirin chiqdi. Tavsiya qilaman sizlarga ham.